Selam dostlar, biz bugün Sarman rayonu Leşovtamoq avulunda qonaqda. Biride İlnur Xannanov degan kishi yaşayı. Sizning bilan mendan bir narsasi bilan da ayrılmay kibik, ammo uning o'zinchalik yoqlari bek ko'p. Bilasiz keladimi? Alaysa biz boshlaymiz. İlnur, esenlarmisiz? Bizni İlnur zo'r oilasi bilan qarshi olanish qallarigiz chaqirganingiz biz kelib jetdik. Evet, Allah'a şükür. Mene bizning İlnur Xannanov, bizning giroy. İlnur, turmushing bilan tanishtirasizmi? Rahim etigiz. Turga o'zingiz. Boshlaymiz. Mene men kelib kirgachdaynimda tron tusini oltin tusga bo'yalgan kachelilar ko'rdim. Bundayin otlanib qaraysiz kelar. İlnur, buni o'zing yosadingmi? Bolalarga deb endi. Bolalarga deb yosagan. Bundan qo'lingdan ish keladi deb anglaymiz endi biz, aymi? Har birining o'zimiz yasaymiz endi. Bizim bunda bolta ustaslari bor. Babay şulay, eti şulay. Bizning İlnur Xannanov ol g'odiy bizning kibik yuqori bilim olib, motor yerda ishlagan, zo'r yuqori darajalarga erishgan kishi. Bugungi kunda ol bizning boshlab jiberuvchi blogerimiz hali Sarman rayonida, Almat rayonida uni bek miqyoratalar. Ammo uning zo'r bir o'zinchaligi bor. Bizni ham sizdan ayirib tura turgan ul 2015-yilda shular bit İlnur. Yo'l halokatini uchrab o'zining bir oyog'ini yo'qotdi. Mana turmushingni ikkiga bo'lgan voqea bit endi İlnur, shular bit. 5 yil o'tsa da unutilmay turgandir. Mana og'ir bo'lsa da so'rab berayman. U kuni bormi İlnur? Mana kirisincha hozir mana yillar o'tgachdan Alloh taolaga mana senga shunday sinov berib turmushingni o'zgartgan uchun rahmat aytasan mana shu voqeaga. O kuni boshda endi. Birinchi 2 yil Nick play bo'ldi. Nick u xalga minlakdim, nega menga g'ana bu yoza. Ondan so'ng baratura tuganlar, do'stlar, bolalar bilan birga ko'pgina do'stlar bilan yashab, etenilar, podдержкасы. Ondan so'ng o'z kishing olasida endi olg'a qarab qana borasan, u ortga qarab o'sha borliq qolamaysan, olg'a. Shu voqeadan so'ng turmushining, har mezgilning temin bila boshladingmi? Mana biz uni balki bilmaymizdadir. Shular bir 4 soni tugal kishilar. Hozirgi momentda ko'proq men biram o'sha bolalarga. O'sha hozir ishlaymiz, masalan, ishlab bilmay. Uning niye bor edi? Ko'pchilik bolalar, oila, qiziqli mojaralar. İlnur xiyollar turida söylashayotgan maqsadlar turida uning eng zo'r xiyollarining birisi, bu maqsadlarining birisi bo'lgan bu yil ul alleya bulduruv, bek ko'p og'ochlar o'tirdi. Ham yolg'ishmasam sen uni turmushga oshirib kelasan İlnur, ul alleyani mana söylab ketadi. O alleyani biz buldura boshladik endi bek ko'pdan. U har yilni tulaya, zuraya. O'zi bir istalik. Shulay birlarni men bolalarga ko'rsataman. Sen o'tirgan aybaring, bugun belakay ko'p yillar o'tgandan so'ng akademiylar zo'r aybagelar, sening o'zining g'ururlig'ing bor. Qopqa tubida yashashlar bor, uning belakagina fotografiyalari bor. O'tirgan vaqtda yezar zo'rskish. Shu alleyaga men bir nechta o'zimning ulushimni kirita olammi ul og'ochlarga? Narsa ishlay olamiz biz? Ul og'ochlarga bugun kunda direkt qizroq borib suv sevib qo'ysak bo'lar. Biz kelib jetdik. İlnur o'zining boqsha boshida desangda bular endi yiroq tugul uyindan aley bo'ldirgan. İlnur, bunda nindi og'ochlar o'tirding? Nindirak sortlarga ustunlik berding? Boshda zangar shashlar qayta o'tirgan edik 14-yilda. No qiyma qo'yib jetish olmasa, plus yerlashadi, anim 1-2 niye qoldi. Ondan so'ng ko'pchilik shashlar bor endi, yashil shirshi. Shu alleyaga 50-60 og'och o'tirtgan. İlnur, hozir men bir shirshiga Filuza degan ism qo'shib, o'zimning shirshimni o'stirasim kelar. Yilda kelib, quriliq boshlangan ishroqda suv sevaraga vaqt beram. Qaysi shirshini mana menga bo'lak etib, menga bag'ishlaymiz. Yana u bisimda bir qolgan zangar shirshi bor. Mana zangar. Zangar. U birdan bir bo'lganida. Shuna ismini berik. Shirshilar ideali bo'lsin uchun kiminde 50 topqir menga uy bilan alleya orasini o'rarga kerak. Kelammisan tag'in avulga jey kuni? Endi aytganimcha İlnur bizning o'z kishi bilan o'z o'xshasina desakda bo'lar, o'z kishini avuldagi eski toshlandiq ko'pirni da yong'artib matashali. U endi mana bir oylab endi ishlaydi, hali ishlari ko'p ekan. Mana İlnur aytali, ne uchun bu ko'pirni sen o'z o'xshanga, o'z kishing bilan tuzuklantirishga o'ylading? Narsa bera olsang, endi ko'pir edi bu umuman.
Bu ko'pir bizning bolashaq ko'piri. Bizga xatli bog'larda yurgan munda aybi boboylar butunusida yururlar. Bizning ovulning yılğa toshtra idaralar, Sberbanklar, mektep bizning tigi yoqda. Oran bo'yicha aylanganda 6 kilometr borga kerak. Big jiroq, o'z vaqtida zo'r buğunlar solib qoldilar. Turba ko'pir bor edi. No, yillar borgan sayin iskirabit, ishile, mana aning da vaqti kelib yetib ishildi. İsmi de var Muhabbet Köpürü. Bizim bit xotim bilan biz tanish 6 klassdan. Şu yoldan biz qo'ytayıq har vaqtda şu köpürden Yalan mı deydirgen, yalan mı ne? Kuşaklasan şagarap, kuşaklamasan şagarmem degan siz var ya, şoğa Muhabbet Köpürü indi. Nur tişti özünün ingzir sırın ayı. Muhabbet nileri, ışqınları uyatqan köpürni ol, mine neşe ötkenden soň özü tüklendirge bulgan. Cemaat biz hazır su boyunda İlnur üz kişi bilen biri de bir zor şüplük bulgan üz kişi bilen. İlnur молодец. Şistartkan anı. Biz hazır İlnur'nun masterskoyunda menin de topşuru başında o'zi de aytdi, men de aytib ketdim. Ağaç ustası, balta ustası, temir ustası, eritib de yabıştıra ağaçını da aşkarta. İlnur işlemeyen, kolundan kelmeyen iş yok deb bilemiz, eymi? Nerseni işli bilesin de, nerseni işli bilmeysin. Ondan jola bütün iş hünür jigitlerge tiyişindi. Bütün üstünde işli bilem. Tek bir hünürünü bilmem, piyala kese bilmem. Öz vaqtında babay üretken idi. Bir tabak piyalаны vatı bitirdik. Şundan sonra babay aytdı. Ömrüm bulsa oğlum, yağadan piyalaga tutturmaz, seneki tugul dedi. Men buna bugün işlenmediğim, bu sanat eserine evrilgen indeymi İlnur? No, her sanat eseri başlana ağaçtan bir kisek kelip çıktı, tabaldı. Motor kisek toqta, ağaç şundan özünden özü barlıqqa kele. Uy, şul uydan getirip çıkarabız şunday saat. Ol saat kına tugul, har bir yasagablar, kuzgi yasagablar, niye yasagablar. Bu yılga yasalgan bir skameykim var, mesela bugünküden Bolt Life'ga yasalgan skameyka snowboard kıyafetinde Qozonga ketdi. Ondan boshqa saatlar. Mine tağın lampada yasagansan ali İlnur'ay mine kerasinga şap tural, kerasin lampasına. Big motor bir, mine ideyası koyan tuda big motor bugün atırgandır indi. Ну, bu işin kerasin lampası mine как бы ne fitili çığa soluna atagan jeri var. Kerasin lampalar bulup tapla, ikinci yaktan utlaştırılgan. Mine ut kayalgıysın, ut jana qopqa tügüne eşiktöne koyulatan ut çıganaqlары. Endi bizga mine ağaçni ishkatganini ko'rsatib de ketam dedi. Hozir biz nindi ağaçni, nindi qiyafetga kiritashak, biz narsa ishlayashak biz İlnur. Birinchidan bizning yasalgan, уже oldan kesilib qo'ygan joylanma, bu munchalarda qo'llanadigan o'tirg'ish, har bir skamiya. Mana shunday qiyafetda bor, qo'ltoqlasi, karkasa kesilgan, shlifovaytu protsessi bor. Bir keta bizda shlifovayta boshlaymiz endi. Shlifovaytga narsa anasin iskilikdan tag'in bir toqir iskilik qiyafati beramiz, moylaymiz. Sorman yigitleri buldura bir topşırıqda gına Xananovlar oilesi turunda tulusuncha söylep bitirip bulmadı. Şuna göre kelesi çıkarılışta da bu temani devam ederbiz. Men sizden bilen hoşlaşam. Sağ bulunuz. Ne İlnur deybiz. Manda главный геройбizning İlnurning xotini ekan. Xotining ismi nechik İlnur? Xotinning ismi Sirina. Sirina, şeşkat isli. Sirina manda irni iritish ekan, ali qarab turam, onu ko'proq pishirga kerak. Jemaat bitan avulga kelmem, kecha ishladim. Bugun sudoshtalar shaharskiy syomkalarni. Fallan bir qo'lda telefon, bir qo'lda mikrofon, yuriminda xashturush. İptaşlar. Oşa ağaçtan söyleyişesi kelimi, bir kıymetlerine yok disi kile. Alma ağaçlar tibinde.